Man uchun O'zbekistondagi eng zo'r reperlar 2020-yil versiyasi. Birinchi bo'lib Uzmir va Minorning Lightrim guruh bilarida o'shalarni taniganman. Va ularning eng mashhur qo'shiqlari So'nggi maktub, Tarnonamning qo'shiqlari juda ham menga yoqardi. Balki bu so'nggi xatam, bunisidan eshitmading, go'yo buni men yozmadim. Keyin Doksimni taniganman. Doksimning esa menga eng yoqqan qo'shiqlari Yig'lamagan nomli qo'shiqlar edi. Lekin ko'pchilik Chiroyligim gulim nomli qo'shiqlari orqali taniydi. Berolmayman bardosh, nahot sevgim o'tadi, yonaman mangu, yolg'onchi yormadilar. Va undan keyin Aslway'ni taniganman. Aslway'ning eng mashhur qo'shig'i men uchun o'sha paytda Shamol, Arzon nomli qo'shiqlar edi. Hamda ham oldin reper Betboyni taniganman. 2020-yilda aynan menga juda ham yoqqan qo'shiqlari bu albatta. Singganim yo'q nomli qo'shiqlar. Kecha qadrim yetmaganlar bugun hasad qotdi. Kimdir sinishimni xohlabdi, kimdir shunga harakat qotdi. Menga kimlik emas, hozir kim qanaqa yig'ib Oldingi videoyim kommentlarida menga Dior, Chilonzorskiy yana qandaydir reperlarni aytishgan edi. Men ularni eshitmaganman, tanimayman. Bu mening o'zimning vkusimdagilar. Buni hurmat qilishingiz kerak. Men ham sizning vkusingizdagilarni albatta hurmat qilaman.